Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Gullaysiz, fayz barakali, omadli bo'lsin. Ilohim sog' bo'ling, boy bo'ling. Bizda da yangilik keldi. Suzuki'ning original mototsikli bo'ladi. 150 kubba. Maksimal skorost 160 ga chiqadi. Sifatini gap bo'lishi mumkin emas. Yumshoqligi, sifati v общем zo'r. O'zingiz kelib baho bersangizlar bo'ladi. Ishlashini qaranglar. Ishlaydi. Amortizatorlar ham rozgon ham zo'r. Eldan diklab haydasangizlar ham bo'ladi. Sifatini 100% garantiya beramiz. O'ta sifatli. Buningni ko'rmayapsizlar. Replikadan charchaganlar uchun ina eksklyuziv variantda. Biz sanoqli O'zbekistonda faqat barmoqlar bilan sanasangizlar bo'ladi. Xorazmda yagona bo'ladi. Rasxotidan keladigan bo'lsak 4 litrdan 3 litrdan rasxot etadi. 100 kilometrga. Oldindan to'lovsiz 20 ming so'mdan gullik to'lov chiqarib beramiz. 3 yil chiqadi. Hurmatli mijozlarimiz, 7 ming so'mdan to'laysizlar. 20 ming so'mdan 7 oydan keyin 50 ming so'mga bir chiqadi, yana pasakarak ketaveradi. Shunday to'lov asosida to'lasangiz bo'ladi. Eng muhimi oldindan to'lovsiz chiqarib beramiz. Eng zo'ri shunda. Oldindan ko'rinishlarini ko'rsangizlar bo'ladi. В общем, gap yo'q. Yani 3 metr naduruvniga babaku osmonlardan balanddan keyin shundagi achini mototsikli bor, yodlaringizda bo'lsa, Triumph deb yozib qo'yadi-ku. Shuni mototsiklining praktikasi bo'ladi-dan bu. Shunga o'xshaydi, lekin вообще eksklyuziv variantda ishlangan. Bundan topishlarimiz qiyin. Aytibman-ku, eksklyuziv, umuman nima desam, kamyob-dan bu. Xorazmda bir bo'lib yuraman, nomer 1 bo'lib yuraman desangizlar, sizlar ham mototsikl. Gelib prosta o'zingiz ko'ringlar, bunga lishi reklama shart emas. O'zingiz kelib bir o'tirib, bir haydasangizlar o'zingiz tushunasizlar. Nom haqida yetib turganini, umuman boshqa olam. Ish qilib sevib qolasizlar. Sportivniyaga qiziqadiganlar ham sevib qoladi. Men o'zim sportivniyaga qiziqaman, lekin to'g'risi menga o'tirib haydagandan keyin dunyo qoldi. Umuman boshqa olam. O'zi durishini o'zi любой odamni jalb etadi. Gap yo'q. Yanlishini hozir eshitiraman, qaranglar. Yanlishini. Bir urganda yanadi. Eshitdingizlar? Endi ovozini qaranglar. Bir tekis ishlaydi motor ham. Umuman defekt yo'q. Bir tekis original vajdan. Endi gaz berib ko'ramiz. Dummazal vaj, ishonaveringlar. Mana endi kamera berib bilmasligi mumkin videoda, lekin sifat prosta bomba. Yurishlarini ham ko'rasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bir urganda yanadi. Shirkat prosta skorost tushadi. Eldan diklasangizlar ham bo'ladi. Yo'q. Upravleniyasi ham zo'r. Boshlang'ichlar uchun ham zo'r. Boshlab haydab turganlar uchun ham bir ajoyib bo'lgan variant bo'ladi. Shirkat asli sразу skorost ham tushadi, neytralga ham bir urganda tushadi. Prosta bomba, gap yo'q. Prosta olish kerak, haydash kerak. Konkret bo'lsin. Dumyoqni ish qilib qo'ygan, sizlar ham yo'qotdan umiddaman, kelaverasizlar. E'tibor uchun katta rahmat. Bitta like bosish, podpiska bosish yodingizdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'ling, boy bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.